Shaytonning askarlari 4-qism. Beshinchi, asta-sekin yo'ldan ozdirish. Shaytonning yana bir hiylasi bu insonlarni asta-sekin, bosqichma-bosqich yo'ldan ozdirishdir. U to'satdan katta bir gunohni qilishga unday olmaydi, balki kichik narsalardan boshlaydi. 6. Shubha va gumonga solish. Yana bir hiyla bu insonlarning qalbiga shubha solib qo'yishdir. Natijada insonlarning e'tiqodlarida gumonsirash paydo bo'lib qolishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, qay biringizning oldiga shayton keladi-da, bunday qilib kim yaratdi? Bunday qilib kim yaratdi deyishga tushadi. Oxir oqibat Allohni kim yaratgan deydi. Mana shu darajaga yetgan kishi Allohdan panoh tilab o'zini tiyib olsin. Shaytonning yomonligidan yana biri shu kabi shubhalarni uyg'otishidir. Garchi biror bir savolning javobini topa olmasak ham, shaytonning o'ljasiga aylanib qolmasligimiz kerak. 7-10. Xamr, maysir, ansob va azlam. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Xamr bu alkogol va boshqa mast qiluvchi ichimliklar, shuningdek giyohvand moddalardir. Maysir barcha turdagi qimor. Ansob Alloh subhanahu va taolodan o'zgaga ibodat qilmoqlikdir. Azlam folbinlar ishlatadigan cho'plardir. 11. Sehr. Kimda kim sehrni o'rgansa va shu ish bilan shug'ullansa, Alloh taologa kufr keltiribdi. Nima uchun? Chunki sehr Allohning qudratiga shak keltirishga olib keladi. Masalan, sehr jodu bilan shug'ullanadigan odamni ko'rgan kimsa beixtiyor uni kuchli, qudratli ekan deb o'ylab qolishi mumkin. Buning natijasida esa Alloh taoloni unutishni boshlash xavfi bor. Sehr jodu bilan shug'ullanayotgan kimsa esa u insonning butun fikr va xayolini ham o'g'irlab qo'yishi mumkin. 12. Musiqa. Sunnatga murojaat qilaylik. Qur'oni Karimdan keyingi eng ishonchli manba Sahihul Buxoriy ekanligi ma'lum. Ushbu to'plamda kelgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, mening ummatimdan zino, ipak, aroq va musiqa asboblarini halol qilib oluvchi kimsalar chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 4 narsa aslida harom bo'lib, uni halol deydiganlar kelishini eslatib o'tdilar. Demak, ushbu hadisdan musiqa harom degan xulosaga kelish mumkin. Bu haqiqat. Ba'zi ulamolar musiqaga shaytonning Qur'oni deya qaraydilar. Musiqada qalbga kirish, uni egallash imkoniyati mavjud. Agar shunday bo'lsa, musiqa joy olgan qalbda Alloh taoloning kalomiga joy qoladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni ta'kidlayotganlarida bizni xavfli narsadan ogohlantirganlar. Biz uchun, bizning ruhimiz uchun nima xavfli ekanidan ogohlantirganlar.